Xorazmda sarpo udumlari nechik tartibda olib boriladi? Sarpo xizmatlarimni videolarini qo'ysam, 1-2 подписчикlar yoki 1-2 negativchilar yozadi. Endi ishini udumni yo'lga qo'yinglar, insonlarni qiynab qo'yinglar deb. Hurmatli akalar, bu narsalar hech nechik majburiy emas. Bizning Xorazm xalqida hech qachon hech kimga soliq solinmaydi. Hamma ko'ngli ochiq, bir-birini tushungan xalq. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, menimcha qiz bolani shu vaqtdan sarpo solamlar bilan uyina galin qilib ketganlar deb o'ylayman. Kichkina vaqtlarimizdan ham sarpo narsalari taxta mashina yuklanib borar edi. Hozir tasavvur qiling, ishi durishimizda mut akkasam taxta mashina ikkasa menimcha hamma qarshichilik qilsa kerak. Demak, bizning sarpo mashinamiz hech nechik mavot emas yoki da insonlarni qiynaydigan narsa emas, balki bizning sarpo xizmatlarimizni hozir zamonga moslashgan zamonaviy ko'rinishi hisoblanadi. Yana bir narsa, agar oddiy yuk mashina siz yukingizni yuklab biror joyga ko'chiraman desangiz ham, kamida sizdan 300 ming so'm pul olishi mumkin. Shuni ustidan ozgina pul qo'shgan holatda to'yingizni chiroyli o'tishini bizning mashinamiz sababchi bo'lishi mumkin.